أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد النبي الهدى ورسول المودة صلاة الله عليه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetlik televizyon köykçe qarindosh birodarlarimiz bu qatimki dersimizga yine hoş kelibsizlar. Bizdeki bu qatimki dersimizdeki asosiy mavzui ayollarningki ayollar qilishga tegishlik, ya'ni Allah ayollarga aloqador bo'lgan ba'zi masalalarningki ustida to'xtalamiz. Endi ayollarningki yana bir qilishga tegishlik bo'lgan masala, mana oyatni azroq to'xtaldik. Ayol kishiniki o'zi balog'at yetgandan keyin namozga aloqador masala, namoz o'qish vaqtining o'zida o'rat joylarini yepib namozchi o'qish kerak. Yani ayol kishiniki o'zi balog'at yetgandan keyin darhol o'rat joylarini yepish kerak. O'rat joylari qabul. Mana shu yuzidan boshqa, mush qo'liniki mush beg'ishdan boshqa, putining ushdan töven yerdan boshqa badanning hammasi o'rat bo'ladi. Yüz o'rat emas. Buniki beg'ishniki bu tarafi va u tarafichi o'ratchi emas. Namoz o'qimoqchi bo'lgan ayollarimiz mana mush joyni yepibchi o'qish kerak. Namoz o'qish vaqtida o'zida yuzini yepib o'qishga bo'lmaydi. Mana bu o'rat joylarini nima qilish kerak? Bu to'g'rida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuni deydi: La yaqbalullohu salata haidin illa bi khimarin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuni deydi: Balog'atga yetgan ayollarning namozini Alloh taolo faqat yog'liq bilan, lechak bilan bundoq nima qiladi, qabul qiladi deydi. Ximar degan, ximar deydilar bizda. Ximar degan yuzdan boshqa mush o'rat joyini hammani yapgan narsa, masalan, lechak, yog'liq, hamma narsa buning ichiga cho'kirdi. Buni bilan nima o'qisin? Namozchi o'qisin. Buni bilan oldindan Alloh u ayolning namozini mana qabul qiladi degan yetishcho ba. Payg'ambar mushtax shu degan. Undan o'adikin bir ayolniki o'rat joylarini yapmay turib namoz o'qish bu tubdan xato, mana gunoh, men ishni qilgancho bo'ladi endi. Endi namoz o'rat joylarini yepishniki o'zi namozniki ichidagi, mana namozning sirtidagi mana farzniki 6 xil farzniki biri, mana ayol kishiniki o'rat joylari o. Kishiniki mana tizniki tövün tatib kindihniki üstügüçlük bo'lgan arliq hammasi o'rat. Yani ba'zi olimlar deydi, erlarniki mushu yottisi o'rat emas degan bundaq bir ko'z qarashdiki olimlarimiz bor. Biz unuga mana tizlik tartibdan tatib kindihniki üstügüçlük deymiz endi. Endi namoz o'qish vaqti o'zida mana namoz asl jamoat bilan o'qish kerak. Erlarga nisbatan bu jamoat masjiddan o'qish bu vojib. Ba'zi olimlarning deyishicha, ba'zilar sunnat, ba'zilar mustahab deydi. Ya'ni asosan sunnat muakkada. Endi bunida er kishilar namoz o'qish vaqti jamoat bilan imom bo'ladi. Endi ayol kishi men erlarniki imom bo'lishi, ayol hammasiga nima u durust. Ayol kishi bilib olishga tegishli bo'lgan masala, ayol kishiniki yuziniki, mana bu ayol kishiniki mana kishilarga imom bo'lish qat'iy durustchi emas. Shuningdek hamda agar ayol bilan namoz o'qib qolibdi, faqat ayollarga namoz o'qib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida mana bir ayol imom bo'ladi, ayolga imom bo'lib namoz o'qisa, bu nima u durust. Shuningdek farz olamdi, nafl olamdi, tarovih namoz olamdi, bu buna bo'ladi. Ama ayol kishi imom bo'lgan vaqtdagi o'zida kishilar besh emas, shu ayollardan sepidan ya bir qadam sal oldida turib mudaqcho o'qiydi endi. Bu shaklda. Endi ayol kishi namoz o'qigan vaqtda takbir ham azon o'qimaydi. Buni bilib olish kerak. Endi ayollarga aloqador bo'lgan
Yeni bir mesele var. Ayollar özü yalğız sefer kılışka bulmaydı şer'i taraftan. Mana bu qat'iy durs emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan: "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu salasata ayyamin fasaidan illa wa ma abuha aw akhuha aw zawjuha aw ibnuha aw zu mahramin minha." degan. Mana bu hadisni İmam Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilgan. Mana Allah'a kıyamet günüge imanı var ayolninki 3 gün yoki uningdan yuqori bunda bir safar qilishga qat'iy alad emas edi. Men mo'min musulmon desiz. Lekin o ayolninki o ayoldan billa otasi bor ekan, aka inisi bor ekan, eri bor ekan, o'g'li bor ekan yoki tog'a akasi yoki inisi bor ekan, bular hammasi mahram bo'ladi. Buning bilan cho'ng safar qilsa meni bo'ladi degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki hadisi cho'ng band. Bu hadisga mazmuniga o'xshaydigan bir qancha jiq hadislar bor. Biz ham bu yerda bir hadisniki o'zi bilan to'xtatdik. Ammo bu safar qilish ish cho'q bu endi. 3 kunlik safarda o'z yolg'iz bunda qilishga bo'lmaydi. Otasi yoki nima bo'lish kerak? Ammo endi birisi yonidan ishonchli ayollar olib qolgan bo'lsa, bir qancha mana u berish kerak ekan, u yerga berib kelsa, ba'zi ulamolarımızning deyishicha bu durust. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamoni dava uningdagi zamonlarda qarasak, u safar qilish hammamizga ma'lum. Mushundaq at uloq, mushunda to'gilar bilan mushunda bir qancha kun ma'lum gap. Hozir ham bu safarning nimasi o'zgardi. Ba'zi olimlar Payg'ambar sallallohu boshqa bir hadis bor, shunga asosan agar tinchlik bunda bir narsa bo'lgan bo'lsa, u yerda ishonchlik oyat qarshilab oladigan bunda bir odam bo'lgan bo'lsa, bu yerda yo'liq sep qo'yib ayir falandek bunda narsa qilsa, uchu bo'ladi deydigan bunda ko'z qarashdagi olimlarimiz bor. Bu yine Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadisi bor. O hadis shuna deydi Payg'ambar sallallohu. Mana bu uniki ustida biz haj degan qismda to'xtalgan edik. Endi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mana uzoq qolmay bir ayol Madinamdan yolg'iz shunda chiqib San'aga berib keladigan shunda tinchlik bir jamiyat borliqqa cho'q keladi degan hadis bor. Bu sahih hadis. Endi Payg'ambar bu yerda deyotgani ayol kishiniki yolg'iz safar qilishga bo'lmaydigini u zamondagi o'zida yo'lni qaroqchi, ham yo'l jafo mushaqqat, har yo'l bunda tuz emas. Unda bo'lgandan bu e'tiboran ayollarniki o'zi jafo tortib qoladi. Hem xim xatarga bulanchilik uchrab ketishi mumkin degan asosda mushtaq qilgan deb bu hadisga asosan agar mushunda bir holat tinchlik mushtaq bo'lgan bo'lsa, men u ayolning yanida ishonchlik mahram bo'lmasimi, ishonchlik ayollar bo'lsa bu durust yoki mayadın yol sep qo'yib ayadan aydirimga chiqarib bunda qarshilab olsa bo'ladi deydigan ko'z qarashli olimlarimizning cho'ng bor endi. Endi ayollarga yeni bir masalalarniki o'zi mana ayollarniki Alloh taolo aslida har bir maxluqni, har bir narsani o'ziniki loyig'ida qilib yaratgan. Bu turnayt jiq. Her bir narsa o'ziga loyiq, o'ziga shaklda har tarafdan ayrilib turadigan bir-biriga ayrilib mushtaq qo'shilib ketmaslik mushundaq shaklda mushtaq shu yaratgan. Ana o'g'andan keyin qo'y bo'lishi, eshak bo'lishi, mana hammasi ota bo'lishi, ap bo'lishi kerak. Mana mushunday shaklda shu bekitgan. Shuningdek erning er bo'lishi, ayolning ayol bo'lishi. Erning er bo'lishi, ayolning ayol bo'lishi masalasida buni bildiradigan kiyim-kechak va mengishtir va gazachat hammasi ayrim qilib shu bekitgan. Shuning uchun ayol kishiniki er kishilarga mana do'rab, uningda kiyim-kechak yoki bo'lmaydi ovoz mengishtirishni qilishga mana bu do'rab qo'yilishga qat'iy durustchi emas. Buningda Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala shuna deydiki, dedi Ibn Abbas, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam erlardan ayollarga zo'rmi-zo'r doğru oladigan, ayollardan er kishilarga men er kishilarni yaxshi ko'rib, o'ziniki ayol bo'lganligi norozi bo'lib, mujda o'xshab olgan, mujda ayollarga mana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam la'nat qilgan deydi. Yine bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning davrida bir ayol Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tib ketdi. Bu ayolniki o'zi o kamallarni esib mushundaq qilishlarni esib kishi askardek mushunda o'tib ketdi-da Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir ayol. Degandiki Payg'ambar sallam dedi ki la'anallohu mutashabbihat minen nisa bir rijal ve mutashabbihin minen rijal bin nisa degan
muş edisini sözünü deptiken. Allah Teala ayollardan er kişilerini yaxşı görüp, yüzündeki ayollarlığını narazı olup, muşundak okşuvagan ayollarga Allah lanet kılsın. Yani şundak er kişilerimi yüzündeki erkek boğanlığından narazı bulup, xutun kişilerini yaxşı görüp, muşundak okşuvagan erlerge Allah lanet kılsın dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muştakçı digen. Anda boğan deken, şimdi yeni bir hadisi da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem er kişilerden muhanneske lanet kan. Yani er kişilerden er kişi yüzü erkek ama kılıkları ayol kişiye okşaydıgan söz, hareket, kılık, muşunu kıttemdi. Bunu muhannes deyimiz hemdi. Muhannes yani ecek kız. Yani bunuğa Allah Teala lanet kıldı deydi. Yüzü erkek durup ayollarının ki hareketini, sözünü, kılığını, kim keçeni kiyiş, ya kim her kanda nesli muştak nümqagan kişiler muhannes oludu. Yani okşagan bunuğa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanet çok kılan. Şunundak endi erkek zedek ayollarımı lanet kılan. Ol mutereccilat minen nisa diyen hadis çok bamını. Bunuğa yani erkek zedek muştak ayollarımı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanet çok kılan. Bunda kıvırışındaki yüze çok bir nime o hata günah bir iş. Bunda bir işten katli saklanışımız çok gerek. Bu yerde okşuş meseleninki yüzede bazı bir kılıklı var haram, bazıları var makro derecede. Ama şunun içinde mesela avaz, ayallık, erliğini resmi enik bildirip turduğun bir kılıkları var. Bunu özgertip ya ki erkek ayallığa özgür oladıgan, ayallarının yüzü er kişiye özgüveriş bu tüpten haram iş İslam'dadır. Katli dursemez. Endi hazırki künniki yüzüde kim keçek cihette okşu oladigan bir mesele var. Ayollar bu iş kim keçek kiriş gerek. Er kişi bunca kim keçek var rengini tanlap muştakçı kılış gerek. Allah Teala muştak yaratkan. Bir okşu veriş küçük bulmaydı. Okşu verişinin meselesi Allah Teala men manda yaratılgan bolsam yaxşı oldu Allah bilmepti. Men bunu kılman dep Allah'ı inkar kılganlık, Allah'ın ilmiye hem hikmetiye inkar kılganlık oldu bu. Ahiretli kötüge vaktin özde prensip ciheti çok hatalı. Şunun için bundak bir işini karışık katli ediyor, duruşçu emez. Şimdi ayollarga alakadar olgan yeni bir mesele teberrüc. Teberrüc meselesi. Yani yüzündeki namahrem caylarını uç koyup sırtçı çıkış. Yat erkişler ve uya buyaga hiç kana iş yokla menip muşunda kırışınki yüzü sırtlağı çıkışınki yüzü uçağın bir neme o hata iş. Yani bu yerde teberrüc deydi o. Teberrüc degen o ayağındaki yüzü yağlık çigip yüzdeki boynu kuluğu vakaza yani yapmay ya köksünü yapmay köksü uçuk bu ya uçuk köksü çok mu yani uçuk aldı. Hem şunun da onunki kiyivatkan kimi küpürlen Müslümanın farkı yok. Tamam. Hem bir uçuk beni men dep tuğan. Yani bu teberrüc oldu. Bunda teberrüc oluştaki yüzü tüplü neme o hata. Bu İslam dini de ayollarınki kimni kandak kiyiş meselesi de bunu enik kılıp çok belkitilgen. Bu öğret ayol kişiniki yüzüden başka muşu beğiştin başka uşun töven yerden başka hemmeye öğret oğandakin öğret cayını yepiş çok gerek. Bunun için buyurulgan. Bunu buyurulgan öğret cayını yepiştiği vaktin özü de mene kılım buluş gerek. Kengriço buluş gerek. Bu yapka vaktin özü de muşnunga biz rayı kısa onunki kim keçehniki şekli karı olamdı, ah olamdı, kızı olamdı, meyli lat olamdı, yoğun bir parça. Muşuna lat olan bunu uğru alıp, muşuna kısın, hemmesi öğret cayını yapkan buludu, şer'i taraftan bunu ada akan buludu. Ama millet itibarıyla her bir milletinki yüz aldığa bir xil kim keçek, ayollarınki nemisi var, şu arka aşınçı yepiş gerek. Bunu da yeni bir milletinki kim keçeğini ekilip de doğrap, şundan yepin deydiğin nemi yok. Bu her bir millet oğandaki milletlik şeklini şahlap kılış gerek. Bu yerde doğran nesi yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani her bir insan yani وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَبُوا diyen şu ayet var. Ve onun başka ve min ayati diyen ayeti var. خَلَقَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَلْوَانًا yani tilin okşamaydı,
muşlar rengini okşumaydan muşta qilib yaratdi. Bunun da Allah'ınki birlik ve barlık delili var degan ayetler çok var. Ve ondan başka Allah Teala peygamberlerge her bir peygamberge özünki kavmige peygamber çok evettik. Ve ersalna Nuhan ila kavmihi en abudullah ve ersalna Lutan ila kavmihi en abudullah deb Nuh Aleyhisselam'ın özü kavmige Hud, Salih, Şuayb Aleyhissalatu vesselam Musa Aleyhisselam'ın özün kavmige değil. Özün kavmige milleti degan gap. Millet olup bundaq buluşun özü Allah'ınki kudretiniki ne kadar kıt ekanligini bunun için bilib oladı. Bu yerde eğer Allah Teala bir milletin bir xil kim yaxshi ko'rgan bo'lsa, ham mana shunday qilishga buyurdi. Lekin undaq emas. Buniki mana coğrafilik o'rin ham havo kelimati jihatda har bir yerning yer sharining ustida yashayotgan bir yerga o'xshamaydi. Shuning uchun o'rat joyini yepish bu diniy masala. O kim keçahninki shaklini qandoq qilish urf-odatga aloqador. Ammo kim keçahninki o'zi mana taronmasiga o'rat joyining bilib qolmasiga qilin bo'lib badinni ko'rib qolmagan shart ostida mundaqcha bo'lishi kerak. Buni ta'kidlanadi. Ammo uniki qandoq bo'lishi qadida. Yana birisiga ekan bu akishniki diqqatni qo'zmagan bir shaklda rangcho bo'lishi kerak. Buna bir shaklda ham kim kechakcho bo'lishi kerak. Hozir endi bu kim kechak jihatda bir tarafda kaydimaki desa, kaymigan hamma uchiq turayotgan, meni deb bo'linib turayotgan. Endi yeni kaydimaki desa, o kim kaymigan kishidimi kiyayotgan kishimi yapsimi o'rat joylarini kishininki diqqatini shundoq bir uzun, shundoq bir shaklda jalb qilarlik bir shaklda kiyim kiyayotgan. Modadan. U kaymigan kişiden ayaldan kiygan kişinin ki yüzü qarag'a vaqt o'zida uningki mana kiyim kechigi u kishininki diqqatini qo'zg'ab, shahvatni mana qo'zg'ab chiqadigan ahvolni ko'ryapmiz. Bu asli mana o'rat joyini yepish, hijoblanish degan bu hijobniki ma'naviyati bo'lgan asosiy maqsadiga uymaganlik bo'ladi endi. Biz endi bundoq çok qilmaslik kerak. Bundoqqa vaqt o'zida agar shundoq chiqib qolayotganda bo'ladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan. Mana Alloh taolo mush Isroq vaqtidagi o'zida mana bu shu Isroq Miroj kechasida Alloh taolo do'zax ahlidan ikki qism kishini men ko'rsatdi deydi. Ular bilan birinchisi ularda bir qamchi ekan, kalıniki quyruqqa o'xshaydigan, ular odamlarni ha deb urib etibdi. Ya'ni zolim podshoh, ya'ni kishilar amirlar, ya'ni zolim ma'murlar ha deb o'zining qo'l ostida puroq zulm qilib urib mushundaq qilgan kishilarni qarab qolsam do'zaxda ekan ular deydi. Yeni bir sanada ekan bir necha ayollarni ko'rdimki, u ayollar kiyimba. Lekin kiyimba turuqlig'in yalang'och. O kiyim degan u bedeni yapıdı. Ama o kiyim bedeni yapamay yalang'och kelamdi. Yani oyatimiz degandek. Uniki tabiati yama ishqa mayl olude. Tabiati aşındaq hata, aşına ishqa mayl olan xuddi ayollar ekan deydi. Hem o ayondaq olganda başqa ular texi ikkinchi bir kishi bizga o'xshash kimki, menga o'xshash ol deb tashviq qilgan mushtaq kishilar ekanki, bularniki 5i ay tögüniki lökse o'xshaydi ekan. Yani 5i tögünün lökse uzun bo'ladi ya. Yani bularniki kiyib olgan chechi, yog'liq chigisi ay mushundoq qiladigan, mushundoqcha ko'ryapman. Mushunda bir ayollarni do'zaxning ichida ko'rdimki, ya'ni Alloh taolo ko'rsatdiki, bular do'zaxga hargiz kira olmaydi deydi. Do'zaxniki meni purg'i mana do'zaxning purug'ini topolmaydi. Do'zaxniki purug'i meni manchilik yil yerda turib pursa ucha tepilindi. Bular kirishtir tugurib purug'ini topolmaydi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqcho degan. Bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki mana kiyim kiygan ham yalang'och degani oyatimiz degandek u kiyimniki o'zi nepiz. Ta ham yer bilinib turgan. Hem nepiz olmayan qilin bo'lsin, noyatib men moda kiyimni kiydimde xahniki diqqatini qo'zg'aydigan, men deb qiladigan mushta bir kiyimdan iborat bo'lgan nima u kiyimlandi. Endi mushundoq bo'lganlik uchun yine Alloh taolo Qur'oni Karimda va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula. Ey ayollar, birinchi avvalgi jahiliyat davridagi aşı kafir ayollarınki teberrüç kıp sırt çıkkanda onda işte kılmağına. Yani ola küfür cemiyetindeki ayollar yüzününki muşu öğret caylarını içip muşundak uya buya çıkıdı.
sizlar uni o'xshab undaqcha chiqmanglar. Sizlar chiqqan vaqtning o'zida o'rat joylarini yepib, yuzingni o'rat bo'lmaganlik boshqani yepib, kangri kiyim kiyib, o'zingning milliy shakl bo'yicha mushtaqcha chiqinglar deb mushtaqcha deydi bu oyatda. Yana bu tabarruj degan nima deganda, mana mufassirlarniki rais deb atalgan mana eng mashhur tafsirshunos olim Ibn Kasir rahmatullohi alayhi shuna deydi. Tabarruj degan ayol kishi o'ziniki beshiga yog'liqni tashlaydi. Lekin uni chikmaydi. Tashlab bunday qilib qo'ydi. U ayolniki o'ziniki bo'yniga osgan gilab va quloq osgan so'ka, bo'yniga osgan zanjir deganidek bir narsani yapmaydi deydi. Yapmay buning hammasi uch qashqar olan mishali chigib oladi deydi. Bu nima u? Kufr ayollarning qilg'i shu davrning o'zi shundaqdi. Mana buni tabarrujchu deymiz deydi. Andan o'g'andan keyin bu yerdamdi. Shu kafir ayollarning o'ziniki ziynatini men ko'rsaman deb beshiq yolg'on atib qo'yib, oltin kumushlarni bo'yniga osgan, quloq osgan, mushni ko'z uchun ashunda echib o'rat joylarini chip ashtaqcha qiladi. Sizlar bundan ishni çok qilmoqni deydi. Andan o'g'andan keyin bir ayolniki o'zi mana shu o'rat joyini yepish kerak. Yapgan vaqtning o'zida mana ayollar o'ziniki oltin, kumush, bo'yniga qo'liq sevatgan narsa-keraklarni kibr qilish yuzidan mening manchilik narsam borkan, mandan narsam kan deb ashundaq narsani ko'rsatib va uningdan boshqa mening kimiman degan boy deb o'tirib kiyimni toza obdinni kiyib, moda deb necha ko'z kirib, bundaq qilishniki o'zimi tabarruj. Mana bu tabarrujniki o'zi cho'ng bir nima u xato. Bunda bir xatolikniki qat'iy saqlash kerak. Bo'libmi ayollar bu kiyim masalasida men ani kiydim, mening oltinim bor deb mushundaq qildigan ish, bu ish nojo'ya avjab ketganligi uchun bunga ayollar alohida bu yerda nima qilish kerak? Bu yerda diqqat qilish kerak. Ayollarniki yana diqqat qilishga tegishli bo'lgan yana bir ishi yig'lash. Ya'ni yig'lab ota-onasi tuqquni o'lib ketgan vaqtning o'zida mana og'zini, ovozini ko'tarib, o'zini urib, mushundaq yig'lashniki o'zi mana tubdan nima u xato. Mana bundaq ishdan saqlanish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuna degan. Laysa minna man darabal hudud. Bizden yani musulmondan deb hisoblanmaydi. Bir ayol o'ziniki mangzini uribdi. Yaqsini yitibdi. Bu ayol jahiliyat kufrninki qilg'ini qilish orqali mushundaq yitib yaqsini hem o ayol yüzünü urib, muşda yüz gözünü bedenini urib, jaqirab, vaqirab, kafirning qilg'idek muşda ishni qon bo'lsa ya tuqqani atsa, inisi birisi o'lib ketgan vaqtning o'zida muşda qon bo'lsa, bu kishiniki o'zi bizdincho emas. Uni musulmonlar deb hisoblanmaydi deydi. Unda o'g'andaki musulmonlar deb hisoblanmagandan keyin bunda bir qilani qilib qolgan bo'lsa, mana bu gunoh kabiracho bo'ladi endi. Buni nima qilish kerak? Diqqatcho qilish kerak. Yine Ebu Musa radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet eden bir hadis. Şu hadiste beni şuna deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halika şakkıdan bizler olgan deydi. Hem de salika degen neyim? Salika degen yüzdeki avazını kötürüp var jağlap. Yani tukkunu atanısı yapıp iri bir nesi ülüp ketken vakti yüzde. Yeni bir sandaki halika degen yüzdeki musibet yetken vaktindeki yüzde yüzün beşini düşürüp bizning chechini tushirib, mening tuqqanim o'lib ketdi deb bildirish. Yeni bir sanadikin shaqqa, o'zining kiyimini yitib, voy men chidab turamidim, mening nima ish qanday men bo'ldi, anda bo'ldi, bunda ish bo'lamdi deb keyin yitib, mushundaq qilganlikni o'zi mana cho'ng nima u gunoh kabira, bundaq ish. Mana bu bundaq bir ishniki o'zi cho'ng bir gunoh kabira, bundaq qilishdan qat'iy saqlanish kerak. Yine Peygamber sallallohu alayhi ve sellem shuna degan. Mushda tuqqani ayol kishiniki tuqquni o'lib ketgan vaqtning o'zida ovoz ko'tarib yig'lashning o'zi u kufrning ishi. Qachoniki mushundaq tuqquni o'lib ketgan bir kishi ovoz ko'tarib yig'lab o'lsa, tövbe qilmasa, Alloh taolo mana yolqinjab turadigan o'tdan bir chapan ham yasab, ham yolqinjab turadigan o'tdan temchib turgan bir kiyimni yasab, bu kim bilen o kişini Allah Teala o keydurdu o kişiye deydi. Onda oğandan keyin mushuna bir tuqqan o'lib ketgan vaqtning o'zida vaqirab, jaqirab, uni nima qilib o'zini urib kiyib ketganini yetib,
mushunda qilishniki o'zi men er olamdi, ayol olamdi qat'iy nima u xato ish. Bo'libmi ayollarni bunda bir ishga noyatibek chidab tura olmaydigan ish bor. Bunuga diqqat qilish kerak. Endi bir masalamdi. Ayol kishiga diqqat qiladigan ish. Endi ayol kishi erining uyiga kirgandan keyin ayol kishi haqiqiy taqvo muttaqi bo'lgan ayollar jiq. Endi buning asosan ayol kishi o'zining eriniki uyida shu eriniki ruxsatsiz bilmasdinlar bir narsa sadiq qilishga bo'lamdi, bo'lmadi. Bu qat'iy durustcha emas. Oysha roziyallohu taolo shuni deydi. Endi bilib qilsa yaxshi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuni degan. Bir ayol o'zininki eriniki uyidan buzmasdan, ya'ni adadiga jiq berib unda qilmasdan bir sadaqa bergan bo'lsa, mana bu ayol kishiga sadaqaniki ajri infaq qilgan, sadaqa berganniki ajri bo'ladi. Eriga kasb qilib ash narsani akaganliginiki ajri bo'ladi deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqcho degan. Ana bo'lgandan keyin yine Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala ondan rivoyat qilgan bir hadis. Men ayol kishi bar vaqt, bar vaqtning o'zida nafl ro'za tutishga bo'lmaydi. Ammo eri tutsang bo'ladi desa u durust deydi. Yine ayol kishi erininki ruxsatsiz erininki uyga bir ayol kishini yat bir er kishi yo bir odam kirishga bo'lmaydi. Ammo eri akarsang bo'ladi desa u nima u durust deydi. Ya'ni demak men mushi ish eriniki ruxsatiga qolib qolgan vaqt o'zida men ayol kishiniki uydagi pul mol va hokazo binas kerakni eriniki ruxsatsiz sadaqa qilsa bu nima emas, to'g'ri emas. Deydi, buni nima qilish kerak? Diqqat qilish kerak. Endi ayol kishiniki zakot, ya'ni o'ziniki qulluq sog'an, putug'ayo, mana shu qulluq sog'an oltin zinnat masalasi da bu masala endi zakot masalasida deb bo'ldik. Bunun üstüde ayrım yine to'xtalmaymiz. Endi bir mesele ayol kishi yüzü qo'l ilkida ba ersal kambag'al bo'lib ketdi. Shu vaqtning o'zida yana men xotin bo'lgandan keyin voy sen nima qil, qanday qilsang qil deb eriga pishiqlik qilib, eriga yaxshilik qilmay, ham eriniki tuqqanlarga, ota-onasi, balvoqalari, og'a-inilariga mushundaq, ya'ni yaxshi muomala qilmay pishiqlik qilib onu hiç kana bir narsa yok deb onu sıkıp mundaq qilishninki o'zi tüpten nima o xato. Bunda bir ishni qilishga qat'iy nima bo'lmaydi, durustcha bo'lmaydi. Endi bu to'g'rida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki hadisi var. Meni Payg'ambar shuni degan. Sadaqa bir miskinga sadaqa qilish u bir nima, bir savab. Ammo o'ziniki ashu qarindishiga, ya'ni otasi bir, apsi bir tuqquniga mushunda sadaqa ikki dona savob. Birsi sadaqa, ya'ni bir sil rahmat degan. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisida shuna deganki, sadaqaniki eng kattasi yaqin aka singillari bo'lgan yaqin bir tuqquniki u odamga aptishib qoldi desam, unmay kajlik qilib turib olgan ajda kishiga meni sadaqa qilish eng katta sadaqa, eng katta savob bo'ladi deb Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqcho degan. Unda bo'lgandan keyin bu hadisga asosan agar eri ashunday bir namrat bir holat bo'lib qolgan bo'lsa, ayol kishi boy bo'lgan bo'lsa, sen meni boqsang deb unda qilmasdan, meni sadaqa berib, xayr ihson qilib, mushtaq qilsa meni hassalab ayol kishi savobcho berdi eriga bergan bo'lsa. Ammo zakotni berish durust emas. Ayolniki eriga zakotni berish durust emas. Zakotdan boshqa xayr ihson, mushna sadaqa deganidek bunda bir narsani bersa, u durustcho bo'ladi. Ayol kishiniki yeni bir diqqat qiladigan ishniki yeni birisi Ramzonda jimo qilish. Ramzonda jimo qilish deganligi ustidan agar ayol ikkisi Ramzonda ashunday jimo qilib qolgan bo'lsa, buning ustida qanday ish qilib berdi, ya'ni kafarat berdi. Kafarat berishniki o'zi agar qul bo'lgan bo'lsa, bir qul ozod qilish, qul bo'lmagan bo'lsa, mana 60 kun oqa bir kun qoldirmay ro'za tutish, agar uni kuch yetmagan bo'lsa 60 miskinga mana sadaqa berish degan ustida to'xtaldik. Endi Ramzonniki o'zi ro'za tutganlikniki o'zida jimo qilish cho'ng bir gunoh.
bu Ramazandan ibaret olan bu büyük ibadetini o adam hakaretli kemsitken buludu. Bu çoğun bir hata. Bu hata aşına olup kalgalığı için bunu berildiğin cinayet cezamı favqulodda ağır. Şunun için bundaq işni qilishqa bu haram ish bo'lgandagi qat'iy durust emas. Ayol kishi hamda farz ro'zani erini ruxsatsiz tutadi. Agar ayol kishiniki ash eri uyda bo'lgan bo'lsa, nafli ro'za tutmoqchi bo'lgan bo'lsa, erini ruxsatisi bilan tutish kerak. Eriniki ruxsatsiz er bo'lib qolgan bo'lsa, erini ruxsatsiz u chani o'zi ro'za tutishi bo'lmaydi. Chunki u ayol kishiniki ro'za tutishi nafli. Ayol kishiniki eriniki haqqini ado qilish u farz. Unda o'g'andiki men naflni qildim deb, farzga daq qilishga bo'lmaydi. Agar u eri ruxsat qilib qolgan bo'lsa, u chani o'zida bu durust bo'lgan bo'ladi endi. Endi haj masalaga keldik. Endi haj vaqtining o'zida jinlar Müşda cinsi münasebet qilish har kishiniki o'zi ihrom bog'lab bo'lgandan keyin ihrom chiqqan qadar bu cho'ng bir jinoyat. Buning ustida ham to'xtaldik. Endi ayol kishi o'ziniki eriniki ruxsatsiz haj qilishga bo'ladi bo'lmaydi. Bu bo'lmaydi, bu xato. Bu gunoh o'tkazgan bo'ladi. Chunki mana oldingi biroz avvaldagi darsimizda ayol kishi 3 kunlik safar yoki 1 kunlik safarga mana mahramsiz, ya'ni erisiz aka uka inisiz bunda qilishga bo'lmaydi degan hadis bor. Bu hadisga mana bu eri mana ruxsatsiz yoki erini ruxsat bermaslar haj qilishga qat'iy bo'lmaydi. Agar berib qolgan bo'lsa ota inisi otasi yoki aka inisi tog'illari yoki bolalari o'g'il bolalari yoki u ayolniki men erchi bo'lish kerak. U birgichi bordi, andan keyin haj qilish to'g'ri bo'ladi. Ama yerinin ruhsat qilmay turib haj qilaman deb berishniki o'zi cho'ng bir xatoni o'tkazgan cho'ng bo'ladi. Mana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadisda shuna dedi, payg'ambar bir odam shuna dedi: "Ya Rasululloh, mening ayolim haj qilaman deb chiqib ketdi. Men falon urush chiqaman deb men xatlatib qo'ydim." dedi. Degan vaqt o'zida payg'ambar dediki, "Sen sizning ayolingni haj qil. Sen cihat qilman deb xatlik qo'ysan, u yerga bormaysan, ayoling bilan birga haj qilgin" degan. Unda bo'lgandan keyin ayol kishiniki mushundaq mahramsiz haj qilishniki o'zi bu yerda cho'ng bir nima u xatolik. Agar mahram bo'lib qolgan bo'lsa, er ruxsat qilgan bo'lsa, u chaning o'zida bu nima bo'lgan bo'ladi, durust bo'lgan bo'ladi deydi endi. Ayol kishiga mana yine muhim bo'lgan ishlarniki bir qanchasi bor. Bu ayol kishiga muhim bo'lgan ishlarniki biri, yani odatda ayol kishi men tamoq etadigan, yemek pishiradigan ishlarga asosan ayollar mas'ul. Endi bu ayollar mas'ul bo'lgandan keyin ayollar nimani assa, kishilar balvoqil uni choy yeydi. Ana bo'lgandan keyin ayol kishi nimani qandoq yemekni yetish kerak, nimani etmesi kerak, buni diqqat qilish kerak. Buning uchun men halol haromni choy bilish kerak. Halol haromni bilmay turib uçan üzüde ayol kishi uni yetib qolgan bo'lsa, uçan üzüde u ayol kishi o'zi emas, hamma kishiga uçada xato ishga sabab bo'lib qolgan bo'ladi. Buning uchun diqqat qilish kerak. Shu harom narsani yemasligi, harom narsani pishirmasligi kerak. Chunki bu gapni deyishimni tamoq etish, uni pishirish, tayyorlash ishning asosi hammasini ayollar qiladi. Buni uchun bilib olish kerak. Endi Allah Teala şunday dedi: "Hurrimet aleykumul meytetu ve demu ve lahmul khinziri ve ma uhilla li gayrillahi bih vel munhanikatu vel mevkuzetu vel mutereddiyetu vel netihatu ve ma akala sab'u illa ma zekkeytum ve ma zubiha alen nusubi ve en testaqsimu bil ezzam zalike fisk" dedi. Allah Teala bu ayette 12 xil narsani haram dedi. Haram qılındı sizga yüz ölüp qolgan narsa, tunguz. Allah'ınki ismini demey, başka bir narsanın ismini de bo'g'izgan hayvan. Shuningda o'z ejini bilan bir yerga qistirib, shunda kiyib siqirib ölüp qolgan hayvan. Shuningda yo'g'on bir tosh yoki kaltak bilan urib o'ltirilgan hayvan. Shunda egiz yerdan tashlanib o'ltirgan hayvan.
Bir hayvan hayvanı üsüp öldürüp atkan bolsa, mana bu üsüş arkalı ölgen hayvan. Şunudek jitkuş hayvan o hayvandaki bäsini yibeptemdi. Mesela işte bäz bir kısmını yivagan bolsa, bu nima haram. İlla ma zakkaytum. Lekin uni işte koyup bergen vaqtın üzüde bismillah ekber dep uni öğretken işte olgan bolsa, o çanın üzüde mana uni tutkan bolsa, o çanın üzüde uni sana halal. Onu zeka yani onu boğuzlu dep hesaplaymiz. Ama onda kılmazsan o öğretmeye bir işte apırıpla şu yak jaren bir narsani işte tishlab, gözden bir narsa yap öldürüp koyuptu. O kep qalgan iş bu nima o haram. Şunu da kemdi but atap yoki mazaliqa atap ashundaq o'ltirgan hayvonotlarniki üzümü nima o haram. Şunu da kemdi azlam yani pal sağan mana pal selish orqali mana pal sağan rambal baqtuğan deganidek meninki yulduzum öğrilmeptim dep muşundaq qilgan narsaniki o'zi bu yerda sizlarga nima deydi Alloh taolo haram qilindi deydi. Bu oyat uchiq degan haram deb. Zalikum fisq. Ey ummet, ey musulmonlar dikkat qilingki bu paskinidir. Sizlarga nima u paskina deydi. Mana bu narsaniki paskilligini biz anlamayapmiz. Hem hozir mana ilm fan taraqqiy qilib bu yerda har xil uskuna orqali tashrish orqali qandoq paskin ekanligi bu yerda isbotlandi. Ham nima qildi bu yerda isbotlanyapti. Endi bu oyatda mana mushu narsani erishniki, mushu narsani pishirib yeyishniki o'zi endi nima bu yerda haram. Yine Allah Teala bu oyatda demak, yine boshqa bir oyatda shuna deydiki: "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masbuhan aw lahma khinzir fa innahu rijs." Oyatda pisq dedi, ma'no rijs dedi. Yani bu ayetimiz yukarıki haram kılgan nesneki üzüne ma ayeti çoğu dedi. Bununki birincisi üzülüp kalgan nese. Mene üzülüp kalgan nese böyle koyu olamdı, böyle kalı kandak bir nes buluştu katte nazar. Ceneva nese oldu diken bu nesneki üzü katte neme bu haram. Bu üzülüp kalgan nesneki işçiden iki nese alan. Bu doğurduk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve Hureyre'den rivayet eden bir hadis. Bu hadis şunda dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den denizin suyundan soruldu. Ya Resulallah denizin suyu pakiz mi kandak tarat alsak bolamdı diye vaxtımızda Peygamber sallallahu dedi ki denizin suyu pakiz. Deniz pakiz. Denizinki suyu pakiz. Şunu da denizde ülüp kalgan neyse denizde yaşap. Öşede ülüp geldi hayvanlama. Özlüğünden ülüp kalgan bolsa bu nime o halal dedi. Yani belek ve onundan başka jitkiş bombagan denizi yaşap ülüp ketadigan aşında hayvan bolsa onu boğuzlaması mı? Bu nime dedi bu yerde? Halal de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muştaççı dedi. Yeni bir hadiste İbn Ömer radıyallahu ta'ala onundan rivayet kılındı ki Peygamber şuna degen. Bizge iki ülük, iki kan bu yerde nime kılındı? Halal kılındı. İki ülük belek bilen çeketken, iki kan ciğer bilen tan. Ama yukarıda ülüp ketken nersin içinde benim muş iki kıl nerse halal. De Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muştaççı dedi. Ne olgan diken biz hem de ayal kişi yemek etken vaktimizde muşundak göçkü neme kılış gerek, dikkat kılış gerek. Hem de bu eğir ayak koyununki yüzüne, koşuğu balı var, koyunun yüzünü boğuzlap kepti. Boğuzlap kalgan bolsa uçan yüzü de eğir ayak şu koyunu boğuzganlığımızın yüzü koşuğu bağılganlığın balısınınki yüzünü boğuzganlık oldu. Bu halal. Ama o koy ülüp kepti, ama koşuğu bala uçağı tirik nem boğan bolsa ya nem boğan bolsa ülüp kalgan bolsa bu katli neme o yüzü ülük olup bu çanın yüzüde bu katli nem bulmaydı, doğrusu bulmaydı. Bu haram. Yeni bir sigandaki kan dedi. Kan degen nemi? Kan bu necis. Kan necis olganlığı için namaz okugan va kazanım qavaz kan bir yer çeçirap ketse, kim jukup kalsa namaz okuş kattiço bulmaydı. Hem yiyiş, içiş, her kanda kılışka böyle katti bulmaydı. Bunun içinden de akkan kan yani mahsus. Yani bir yerde kan ya öldürdü nemi kıl çeçirap çıkan kan. Ama çeşirap çıkma içinde kap kalgan. Mesela hayvanatlarınki öldüğü vakti içinde kap kalı, üçünün nemiz kap kalıdı. Bu haramçı emez. Bu yine paskınçı emez. Bunu hep taşvit kılış gerek. Şunu da kendi şu kallarının için talı veren cigen. Bu neme o
Anan. Andan keyin yana bir uchinchi harom bo'lgan narsa to'ng'iz. To'ng'izniki hech qanday bir narsa halolga aylanmaydi. Ne go'shi, ne terisi, mayli qanday holatda akibeteng, buni yana bir narsaga aylantirib eteng, bu qat'iy halolchi bo'lmaydi. Bunuga diqqat qilish kerak. To'rtinchidan Allah'ınki ismini demey, başka bir nesinin ismini deyiş arqaq öldürgen nesin üzaram. Bismillahirrahmanirrahim deb boğuzaş gerek mümin, Müslüman. Bunu Bismillahirrahmanirrahim demey, ya Bismillah, ya ki falanınki ismine boğuzayma, falanı dahi ya falan başka başlığını dep, mundakkan bolsa bu nesin üze bu yerde nemi o? Aram. Uyad boğzağı adam özü cezmen Bismillahi Allahu Ekber dep Allah'ınki ismi bilen dep boğuzaş gerek. Anladıyken bu hayvanatlarınki özü bu yerde nemi boludu o? Duruşçu boludu. Ya ki Allah'ın gayrige ataş diyen butka ya ki kabristanlıkka deyli ya ki başka bir nesine atap boğuzlaptı. Bu mu neme o? Aram. Bunun neme kılışımız gerek? Dikkat çok kılışımız gerek. Bu katı dürüst olmaydı. Beşinci dönemde altıncı val munhanikat. Yani munhanikatı diyen yüzünü adam ya bir kişi bir yak solap koyup diken ya bir bağlap koyup diken özlüğünün bu neresi ülüp dendi. Bunda bir nersinin katı mene neme kılışka yiyişki bulmaydı. Mene altıncı, yettinci. Sekizincisi. Sekizincisi val mevkuzat. Yani mevkuzatı diyen etilgan. Yani muşunda tohmak, taş, yoğan bir neresi kaltak, bir neresi değil. Ya beşiğa ya bir neresi uruş arkırık bu nersini öldürüptü. Yani hazır zamanda kapırlaştık öttürü denim. Beşiğa tohmağını urup, ya bir neresi urup, ya jingini urup. Diğerledek muşundak öldürüptü. Bu öldürgen nersindeki yüzünü mene yiyişke katı bulmaydı. Şu katada mene mesela zavut varken tirik taşlaptı. Tirik taşlap. Ya ki onu Bismillahirrahmanirrahim yani boğuza şeklini bunda kılmastırla her kandak bir nesini işletip bunda öldürgen bolsa ya ki o adamdaki yüzü o nesini bıçağını o kosuka uyabiyaga aşağı tıkıp mayanımda boğuzap öldürme kan bolsa hemmisi bu yerde ne boğan boludu? Haramçı boğan boludu. Böyle dokuzuncusu iyigiz yerden çıp ketken bolsa. Yani iyigiz yerden çıp ketip de yani tağdan ya ki bir adam koy bir neskeren iyigiz yerden eski öldürüşünü okumay. İyigiz yerden taşlap da öldürüp dem. İştip kuş etmeyen bolsa. Böyle bu nesninki yüzü şu arkalı ürüp ketken bolsa bu canın yüzde bu ne boğan boludu? Haramçı boğan boludu. Ama o nesnin yüzü çıp ketip de ya taşlap diken o ölmepti. Ölmeyi aşo ölgüçük artık derhal Bismillah'a ber de buğuzlagan bolsa o durus oğan boludu yiysekçi boludu. Mayadan de aşo taşlar arkalık ölgen bolsa diyen gep. Hem de dokuzuncusu üsüp ölgen hayvanla. Yani hayvan birbirisini üsüptü. Koşka yaki kala birbirisini üsüp arkalık şu sebepten ölgen bolsa yani bundak nesini yiyişke kattiço durusço bulmaydı. Hem de dokuzuncusu, onuncusu jitkuş hayvan yiyen bolsa. Yani jitkuş hayvan meli işte yaptı ya ki başka bir nesini ölgüç arkalık o tutuş kan bolsa yani bundak nesiniki mene göğüşünü yiyişiniki yüze kap demdi. O nesini yiyişiniki yüze katti nememez, durus emez, kattiram. Hem de 11'incisi nusupka tişlengen nesini nusupka boğuzlanıptı. Yani butka. Butka boğuzlanıptı. Mesela ibadet kılan bir butlar varken onun hürmetleydiğen ya başka bir nesler varken. Şunuğa hem de boğuzlap atam. Oy de. Diyen bolsa bu mu haram boğan boludu. Bu katti durus emez. 12'incisi ve en testaksimu bil azlam. Yani pal seliş. Bu yadamda kısmetini talep kılış zelem, yağaş filan. Azlam zelem deydi o yağaş. Kısmetini talep kıldı o adam yüzünün kısmetini yağaşını talep kıldı. Yağaşını talep kılıp yani burunki devrinin yüzüde şu Mekke'de şuna bir adet varken 4 yıl yağaş varken şu yağaşınki yüzüde beyninde mansan boludu mesela sefer kılmak olsun. Beyninde manma, in biri de ubdelemez, in biri bilmez, yakşemez. Diğerleri de kaçta bir nersi varken bunu bir şey taşlaydıkken taşlagandık şunda al dedik aldıkken
Shu narsa nima chiqqan bo'lsa, mana safarda mesela chiqma, mangma degan gap bo'lgan bo'lsa, mangmaydi ekan. Mang degan bo'lsa, "O, mang degan bo'ldi" deb mushta qiladi ekan. Mana bu narsaniki üzüm haram. Hozirgi davrda Ramban va undan boshqa mushlar Daxan deydigan rambalchi, daxanchi, firxor deydigan mushunda kishilar islom diniga hech qanday aloqasi yo'q. Agar shu odam shu yerga berib ishini qildigan bo'lsa, u odam o'zi qon bo'lsa, harom ishni qon bo'ladi, qon bo'ladi. Masalan, qog'oz orqali o'zini tekshirib faqat yulduzimni o'rlab ketib, pastlab ketibdim deb u rambalni qishga berib mushtaq qiladigan ishniki o'zi meni tubdan xatochi bo'lgan bo'ladi. Buni nima qilish kerak? Diqqatchi qilish kerak. Endi ayollarga aloqador bo'lgan yana bir ish, ayollarni uyni ayollar tutgan bo'lganda ekan, ayollarniki uyni tutgan vaqtniki o'zida mana bu uyga tortadigan shu parda bir narsa keraklar bor. Mana bunga suratlikchi bo'lib qolmas kerak. Iloji kim bor? Uyga mana bu gelen bir narsa kerakni tatmaslik kerak. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde Ayşe radıyallahu ta'ala şuna deydi. Peygamber sallam bir günü seferden geldi. Men üçün boğan bir röcehni, derizini bir perde bilen, o perdede söyleti var bir perde bilen şuna yap koygandım değil. Peygamber sallam bunu köygəndeki onun jittivattı, rengi özgürüp gitti Peygamber sallam yüzünün rengi. Dedi Peygamber sallam, ya Ayşem, Ademlerinki en katı qaragı kıyamet günü azap cehette men Allah'ınki yaratkan halkıga mahluqa o'xshash bir narsa tatkan kişiler deb mushta degan. Anda o'g'andiki Peygamber şöyle jittivatkan dedi. Anda o'g'andiken bu hadis va undan boshqa bir qancha hadis var. Bu yerda sittir degan perde. Anda perdeninki yüzü surat çok bo'lmasi kerak. Surat bo'lmay unda bir narsani o'yga men iloji kim bor? Mana bulupmu surat bo'lgan narsa qattiq tatması kerak. Ammo Öyle gelen tadıdan vakaza bunda bir iş var, bu doğrucu, işçi emas. Bunun da muço dikkat kılış gerek o suret bommusu mu? Bu israf kolundaki bir adetti. Şimdi ayol kişiye alakadar olan yeni bir mesele şöhret kim keçek? Yani lafzı şöhret deydi Arapçada. Yani kim kişi arkalık yüzdeki meşhur ikenliğini bildiriş. Yani devamlı kim keçek öldürüp marka, bu marka, A model, bu model de bunda bir kim kişilik üze, yani bunu qoğdap, muşundak heptede, künde, aydidigi de kimle tigiştirip, muşundak men meşhur olgan kişi men bayniki ayalı yemen bay menin pulum ba dep, bunda kadışniki üzü tüptü neme o hata. Bu neme o haram. Bunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şuna deydi. Men lebise sevbe şöhretin fid dünya elbesallahu sevbe mezelleti yevmal kıyamet. Bir adam dünyada şöhret perestlik kimini giygen bolsa. Yani muş kim kilo hakkı bir köz kıp koyay. Munda kim kipti dep. Açtak dep giygen bolsa bu adamga Allah Teala kıyamet günü pesleştirdiğin har kimni ço keydurdu. O dünyada andaki vağımla kıyamet harlaştırıyordu bu adamni. Dep mene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muştahço diyen değil. Anda o andiken bu hadis kasasen mene ayol kişi her kanda bir kimni muşu maksat keydiken men meşhur olumen modi kim pulum ba anın aldı men kalamtem men kanmaymen diyen maksatlı keydiken bundak ayolunki yüzü çok hatan ötközgen buludu. Bu ayol bu dünyada undak kirip hep de kündükde kim tigiştirip başka adamın alıp köz kılıp muştak kılırken bu çoğun bir hatalı günah kebirini ötközgen buludu. Bu kıyamette çoğun bir harlık Zebullah'ınki üstügü çoğun bağan buludu. Eğer niyeti açtak çok boğan bolsa, niyeti aşında boğan bolsa. Şimdi niyeti undak olmay, Allah Teala muştak bir zinet, bir nesini kıptı, men çıraylık jüray, irimge, çıraylık körüney, meni texmi yaxshi ko'rsin, boshqa qarab qolmasin degan maqsadda unda kelgan bo'lsa, buning ishiga nima qilmaydi, kirmaydi. Lekin shundaq tamamdi. O ayolning o'zi undaq mashhur, shuhratparastlik kimni cho'ng kiyishdan saqlanish kerak. Endi ayollarniki yeni bir diqqat qiladigan yeni bir ish, ayol kishi mana bu aslidan yaxshi go'zallikni yaxshi ko'rdi. Bunga nisbatan islom din ayollarga puraydigan narsani ishlatmaslikka buyuruydi. Rangi va narsani bu ishlatishga, har kishi bo'lsa puraydigan narsani
men işlashga bo'ladi. Bu to'g'riliq Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilgan bir hadis var. Bu hadis shuni deydi. Dedi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Mana er kishilarningki attiri, er kishiniki nima? Shu attirningki oshkor bo'lgani. Ya'ni purab to'g'ini er kishiniki mana attir deb hisoblandi. Ayol kishi uniki rangi bo'lmagani. Rangi yo'q, pura bo'lgani. Ayol kishiniki attiri degan uninki rangi ba purg'u yo'q. Narsa ayol kishiga qori to'ludi deb mana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushtaqcho degan. Yana bir hadisda İmran ibn Husayn radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadis var edi. Shunda deydiki, dedi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Diqqat qilinglar, er kishilarningki attirsi rangi yo'q, purg'u bo'ladi. Ayol kishiniki attirsi degan, ya'ni attirsi degan emas, endi ayol kishi attir ishlatmoqchi degan. Rangi va purg'uchi yo'q bo'ladi deb mushtaqcho degan deydimdi. Endi bu mushundaq bo'lishning o'zi ayol kishi sirtqa chiqqan vaqtning o'zida. Ammo ayol kishi o'zininki erininki qishida tug'an vaqtning o'zida, mana ba'zi olimlarning deyishicha, qandoq narsa ishlasicha bo'ladi, attiring toz ubdunni, toz eri toz nima qildi degandek, bunday puroqni ishlashsa bo'ladi, ammo sirtqa chiqadigan vaqtda anda puroq narsani ishlashga qat'iy bo'lmaydi. Puroq degan mayli har xil ismni o'zgargan narsa bo'lsin. Parfum deymiz, yeni bir deymiz, her qanday narsa bu qat'iy nima emas, durustcha emas. Endi buni nima shunday deymiz? Abu Ayyub radhiyallohu ta'alaning bir hadisi var. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday degan: "Hayo qilish, attir ishlatish, misvaq qilish va nikoh qilish o'tganki payg'ambarlarningki sunnati" degan. Unda o'g'andagi bu sunnat degandan ayollarmi buning ichiga kirdi. Ayollarning ichiga kirishi yuqorgi hadisga biz taxsis qilsak, hadisningki nimasi? Yuqorgi hadis sirtqa chiqqan vaqtning o'zida attir ishlatishga puroq narsa bo'lmaydi. Ammo uyning ichida bo'ladi degan nima bo'ldi bu yerda? Gapcho bo'ladi degan. Endi Abu Musa radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilgan bir hadis. Shu hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuni deydi: "Har qanday ko'z zina qiladi. Va jazman mana har qanday bir ko'z zina qiladi, zina qiladi. Ayol kishi qachoniki attir ishlatib, anidan bir so'rinni qashidan yutib qolsa, u zani bo'ladi. Ayol kishi zina qildi deb hisoblaymiz" deydi. Ya'ni demak bu yerda attir ishlatishninki durust bo'lmasligi uydan chiqishda, sirtda bo'lmaydi. Uyda bo'ladi degan gap. Mana Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadis, uni shunday deydiki, dedi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Qanday bir ayol kishi bir attirni ishlatgan bo'lsa, bu ayol kishi biz bilan xuftan namozgacha kammisin" deydi. Ana uydan chiqmasin degan gap. Ana uydan chiqmay, uyda ishlatsa bu nim bo'lgan bo'ladi bu yerda? Durustcha bo'lgancha bo'ladi deydi. Bizning kimda ayollar ustida to'xtalgan darsimiz Allah aloqador masalalar ustida to'xtalgan darsimiz mushagichlik bo'lsin va yana bir qator ko'rishgacha har birlarini Alloh omonat qildik va oxiru da'vona alhamdulillahi robbil alamin.